Beruniy mahallasidamiz. Birinchi liniyada joylashgan uyimizda 3 sotuvga joylashgan ikkita yonma-yon uchastkamizda srochniy narxda berib yuboramiz deyishyapti. Avtomatiklar o'zalari bor. Mana shu yo'lning o'zi bir salkam 14 metr ekan. Bemalol ikkita mashinalar ham ketadi. Mana shu yoqqa daraxtlarni bemalol ekib qo'yasizda. Orqa hovlilari ham bor. Uyning o'zi ham proyekti juda ham zo'r chiqibdi. Bor-bir ko'rsatib o'taman. Uyimizda white box holatida hamma narsa sifat bilan qilingan. Kiraverishma ko'rasizlarmi? Qalin eshiklar. Planirovkasini tushuntiradigan bo'lsam, bu yerda bitta hol desak bo'ladi. Kattagina patologlar baland-baland, o'ng tomonda shunaqa splashnoy katta oynali bitta zal qilib qo'ysanglar, qaranglar, katta lyustra tushirasizlar. Juda ham zo'r divanli zona bo'ladi. Mana shu divan qo'yib, burchaga televizor ilib qo'ysanglar, yo'qda bitta oynali eshik qo'yib yuborsanglar, mana oshxonasi bo'ladi. Oshxonadan orqa hovliga o'tadi. Orqa hovli ham qiziq, juda ham sirasi ko'rsatay. Letniy kuxnyasi bor. Bu yerda mana veranda qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu basseynning joyi. Basseynlari ham qilingan. Shuna basseynni yasatib olsanglar bo'ldi. Uyimiz splashnoy podvol, 2 qavatli uy. Endi tepasini planirovkasini ko'rib chiqinglar, qaranglar. Asosiy ishlar qilingan, fasadda mana bunaqa oqlanmagan joylari bo'lsa, bularni tintovni qilib beramiz deyapti. Hali suv qotmagan, chunki oxirigacha qurmagan. Lekin juda ham zo'r avtorskiy proyekt bo'lgan. Kerak bo'lsa remont bilan qilib berishadi. Birinchi qavat umumiy sanuzel, bu yoq master spalniy bo'ladi. O'zining ichida garderob va sanuzellari bilan birga. Ikkinchi qavatimizda qaranglar, shunaqa vid bo'ladi. Mana shu yoqqa bitta perilla qilib olsanglar, mana bu zarilaga vid ochiladi, juda ham chiroyli. Bu yerda bitta katta xonamizda, kattalarni spalniyasi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Naqd 3 talab oynalari bor. Romlarni ham ko'rasizlar. Zo'rlardan qo'yilgan, 3 tomonlama ochiladigan, havo aylanishiga ham zo'r bo'ladi. Aytganimda remont bilan qilib berishadi. Avtorskiy proyektda zo'r narsa chiqqan ekan. Mana bu yana spalniy, umumiy sanuzel va mana oxirgi xonamiz. To'liq podval qilingan. Mana bu yerda kotelniy xonasi bo'lsa, 2 tomonlama oynalari bor. Kattagina bemalol ikkita zonaga ajratib qo'ysa ham bo'ladi, bitta xona qilib. Sal kechira olganimizdan podsetkalar juda ham chiroyli bo'lib turadi. Uyi rasmini ham qo'yib qo'yamiz. Endi uyimizdan tashqarisidan bitta ko'rib olaylik. Mana bu yoqdan 500 metr, 600 metrdan keyin katta metro yo'lga chiqamiz. Aytganimdek, birinchi liniyada joylashgan. Bu yoqda Beruniy mahallada maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Hop, uyimizni 169 ming so'rashyapti shu turishiga egalar tomonidan. Juda ham zo'r narxda, chunki 3 sotuvli yer o'zi falon pulsim turadi bu yerda. Proyektlarni ham ko'rdinglar. Aloqaga chiqinglar, savdo qilib baraka qilib boringlar.